2026 yilgi yangi Mazda Ch9 bu zamonaviylik, qulaylik va kuchning mukammal uyg'unligi bo'lib, premium darajadagi oilaviy crossoverlar orasida o'z o'rniga ega. Yangi avlod Ch9 o'zining nafis dizayni, ilg'or texnologiyalari va yuqori darajadagi xavfsizlik tizimlari bilan ajralib turadi. Tashqi ko'rinishda Mazdaning Kodo, Soul of Motion dizayn falsafasi davom ettirilgan. Old panjara yanada kengaygan, LED faralar esa o'tkir shaklda bo'lib, avtomobilga jiddiy va sportcha ko'rinish beradi. Orqa tomonda esa zamonaviy chiroqlar va xrom elementlar avtomobilning klassini ko'rsatadi. 20 dyuymli gildiraklar va aerodinamik shakl yo'l harakatida barqarorlikni oshiradi. Salon ichida yuqori sifatli charm qoplamalar, yog'och va alyuminiy detallar bilan boyitilgan. 3 qatorli o'rindiqlar 7 nafar yo'lovchini qulay joylashtira oladi. Old panelda 12.3 dyuymli markaziy sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto tizimlari bilan jihozlangan. Premium audio tizimi Bose kompaniyasidan bo'lib, musiqani sifatli eshittiradi. Texnik jihatdan 2026 Mazda Ch9 yangi 2.5 litrli turbo Sciatic dvigateli bilan ta'minlangan. U 250 ot kuchigacha quvvat beradi. 8 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi va to'liq gildirakdan tortish tizimi avtomobilni har qanday yo'l sharoitida barqaror qiladi. Xavfsizlik tizimlari orasida Mazda Active Sense mavjud bo'lib, bunda adaptiv cruise nazorat, yo'l chizigidan chiqish ogohlantirishi, avtomatik tormozlash, kor joyini kuzatish va piyodalarni aniqlash funksiyalari mavjud. Yonilgi sarfi o'rtacha 8.7 litr atrofida bo'lib, bu o'z sinfidagi boshqa crossoverlarga qaraganda tejamli hisoblanadi. 2026 yilgi Mazda Ch9 bu oila uchun mo'ljallangan hashamatli, xavfsiz va kuchli avtomobil bo'lib, u haydovchiga haqiqiy qulaylik va ishonch bag'ishlaydi. Agar siz zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiya va ishonchli mexanika izlayotgan bo'lsangiz, yangi Mazda Ch9 siz uchun ajoyib tanlov bo'ladi.